Ayollarga uylanayotganingizda ularga va'dalar berasizlar. Keyin ayol kishi homilador bo'lib qiynalib yuradi. Keyin farzand ko'rib bolaga qaraydi, yediradi, ichiradi, kasal bo'lsa g'amxo'rlik qiladi. Buning uchun sog'lig'ini, yoshligini sarflaydi. Keyin ayolning yoshi katta bo'lgach, eri undan yuz o'girishi adolatdanmi? Agar u ayol uyiga va bolalariga qaramay qo'yganda, faqat o'ziga oro berib, eriga chiroyli ko'rinish bilan ovora bo'lganda edi, naqadar yomon uy bekasi, yomon ona der edingiz. Ayol nima qilsin? Mas'uliyat qayerda? Ayollaringiz borasida Allohdan qo'rqinglar. Haqiga, to'g'ri aytdilar. To'g'ri. Senchi bir odam singlingga sovchi qo'yibdi. Katta mahr va'da qilibdi. U solih, axloqli, boy